Ovqatlarni hammaga teng bo'lib berasizmi? Ha, hamma xodimlarimizni yaxshi ko'ramiz, teng bo'lib beramiz hammaga ovqatlarni. Patsientlarni har doim shunaqa chehrada kutib olasizmi? Ha, albatta har kuni kulib kutib olamiz. Husan aka, urologsiz-ku, huzuringizga ayollik kelganda qoshingizni qoqmaysizmi? Yo'q, Aniq qoqmaysizmi? aniq. Starshi medsestralar har doim shunaqa chiroyli bo'lib kelishadimi? Ha, biz har doim shunaqa chiroyli bo'lib yurishimiz kerak. Tabiiy chiroylimisiz? Albatta. Oxirgi majlislar to'lashga qachon bordingiz? 15 kalori. 15 kunmi? 15 kun ko'p emasmi? Yo'q, emas. MRT nurlanishli deyiladi. Sochingiz to'kilib ketganiga ro'mol o'rab olganmisiz? Yo'q, MRTda 1 gram nurlanish yo'q. Qo'rqmasdan kelaversanglar bo'ladi. Kuniga kamida 30 ta odamdan qon olasiz. Xursandmisiz? Albatta, har doim xursand bo'laman. Qon olganingizdan ham xursand bo'lasizmi? Ha, odamlarga foydam tegayotgandan xursand bo'laman har doim. Makiyaj qilishni yoqtirasizmi? Yo'q, yoqtirmayman. Tabiiy chiroyli bo'lib yurishni yoqtiraman.